Hayyo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Yoshar Ziyo kanali. Bugungi video rolikimizda yana mana shu qishlog'imizni kuchaytiramiz. Qani bo'lsam, let's go do'stlar. O'tgangi qismda, ya'ni bu mana shu uyni qurdim, video yozmabdi. Mana shu uy ikkinchi etajini hali qilganimiz yo'q. Endi bugungi video rolikimizda maqsad endi qaylar. Buni shorts qilganman, shortslar. Bugun manaqa dumalog'imi, yurakchami, shunaqa shakldagi uy qilamiz. Men yarmini qilayotgandim, yana video yozayotgandim, yana yozilmabdi. Chatoq bo'libdi. Xullas shunaqa video shunaqa joy qildim. Qani bo'lsam, let's go. Endi bu yerlar tekizlab chiqish qoldi. Xo'sh do'stlar, mana qilib bo'ldim va bu yerni noodatiy qilib, ya'ni qaranglar. Jim qarab turinglar. Bu yerni qaranglar, oynadan ko'taramiz. Rangli oynadan qilaymi, do'stlar? Nima deysizlar? Rangli oynadan? Ha, yo'q. O'zimiznikidan qolmasin baribir. Qo'limizdan qolmasin. Shuni ko'tarib chiqamiz. Nechidir metr, santimetr, kvadratmetr. Xo'sh do'stlar, mana men yetarlicha ko'tarib oldim va yana bir blokdan ko'tarib chiqyapman. Bu yerni birgalikda qilamiz. O'tkazib yubormang. Men buni qilganimcha like, podpiska, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Tezroq obuna va like bosib qo'yinglar. 50 ta bo'laylik, 49 tamiz. Bitta donaga obunachi yetmayapti. Bitta ham gapmi? Bosib tashinglar, like qilib bosib tashinglar. Bosib tashamizlarmi? Obuna. Tezroq biz ham 100 ta bo'laylik. Endi bizga sandiq bu va yana nima kerak? Shunaqa yopiladigan narsa, ya'ni yarim blok va shunaqa narsa. Yana bitta ustiga ham qo'yamiz. Va endi bu yerga bo'lmadi. Повтор kadr. Bu yerga va mana xalaqit qilyapti. Bizga bo'lmayapti bu. Zo'r turmadi. Ana. Mana zo'r chiqdi. Deb yig'lash kerak edi. Mana shu yerda. Bitta yig'lash muzikasidan qo'yib yuborish kerak edi. Sal teparoqqa ko'taringlar. 5, 6 blok. Biz nima yosh bo'lamizmi? Digitalaymizmi biz? Ichadan ko'tarib qo'yamiz, to'g'rimi? To'g'rimi bunachilar? Digitalaymizmi biz? Bu uyimizni 2 etajli qilamiz, ya'ni 2 etajli qilamiz. Va deyarli bitib qoldi. Online serverga kiraymi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Online serverda ham bir obzor qilamiz. Bir obzor qilaylik, online serverda ham bir obzor qilaylik. Bir obzor qilaman online serverda ham. Online serverda qiziqadiganlar bormi? Like, obuna bosib ketinglar. Men bu yerni qilgunimcha. Va mana tayyor. Endi bu yerni ham bezab chiqish qoldi. Bu yerga ham ikkita sandiq tepasiga. Va endi har doimgidek bitiralayimlarda. O'tirishni bosyapmanmi men? Nima bo'lyapti? Ana. Ana mujik. Meni ham bildi-da bu ham.
Minecraft ham meni bildi-da. Akam bo'pti, bir yaxshilik qilay dedi-da. Minecraft olami ham bir yaxshilik qilay bo'pti. Menga ham yaxshilik qilyapti-yu, aka, bratim yaxshilik qilyapti-yu dedi-da. Menga ham Minecraft ko'rasizlarmi? Minecraft meni tushunadi, sizlarni emas. Ko'ryapsizlarmi? Battar xunuk chiqsa ko'rdinglarmi? Hazil. Va endi oshib qolgan joylarimizga, burchaylarga bilasizlar, meni odatimni. Har doimgidek burchaylarga nima qilishimni bilasizlar. Men bitta zo'r narsasini o'yladim, qaylar. Mana shu narsaga cho'pakcha ilsa bo'ladimi? Hali qurib qo'ygan cho'pak bor-ku, nima edi? Yer blogida bo'ladi. Qani qurib qo'ygan cho'pakcha sahroda bo'ladi-yu hali. Bildinglarmi, eslayapsizlarmi? Sahroda bo'ladigan. Mana. Eksa bo'ladimi? Yo'q, eksa bo'lmaydigan, Lo'q qilmoqchi bo'ldi bizni. Qaylar, sizlarga zo'r gap. Bizni lo'q deb o'ylashadi ular. Aslida ular o'qigan kitobni biz yozganmiz desa qaylar. Men aytib turganman deylar. Bo'ptimi? Hech deylar. To'xtanglar tasal. Quloq chinguldim men, nimaga eshitilmayapti ovozim? Nima eshitilmayapti? Ovozim nima eshitilmayapti? Ovoz pastmikan? Aytmaysizlarmi ovozi past deb? Aytmaysizlarmi? Buncha aytmaysizlar. Sizlar ham ovozi past demaysizlar. Nimaga ovozi past demaysizlar? Bu holda men qulog'imni ortib quloqchin taqib o'tiribman ekan. Sizlarniki. Aytmaysizlarmi? Men marta qiynalib zo'rgatdan qilib o'tiribman sizlar. Aytmaganinglarni qaranglar, sal biroz aytib qo'yish kerak-da, to'g'rimi? Meni galayman deyish kerakmi endi? O'lib ketdi endi. Men qanday qilib uni tiriltiraman? To'g'rimi deyapman. Ha deb qo'yish shunchalik qiyinmi? To'g'rimi? Bir blog yetadimi? Sizlar vobshem gapirmaysizlar ekan. Zo'r ish qilasizlar ekan, gapirmasdan. Nimaga aytmaysizlar 2 blok kerak deb? Nimaga aytmaysizlar 2 blok kerak deb, ha? Nimaga aytmaysizlar 2 blok kerak deb menga? Aytish kerak-da, nimaga aytmaysizlar 2 blok kerak deb? Sizlar ham Ron ko'p gapirmayapsizlar. Mana shu yerda bitirib olayda. Va mana endi tomini yopamiz. Xo'shlar, mana qilib bo'ldim. Ya'ni endi nima qilamiz? Endi zinob chiqamiz betga. Narvon yopishadimi? Kommentariy yozib qo'yinglar hozir. Neto joydan qilib qo'yibsiz. Bo'ldi, necho. Bu joyda yana anaqalarim bor. To'g'rimi? Bitta sundugim bor. Sunduglarni buzib tashlaymiz. Endi narvon menimcha o'tmasa kerak, menimcha. Yana qilib ko'raveramiz, o'tmasa kerak menimcha. Lekin menimcha yopishmaydi. Aytdimmi sizlarga yopishmaydi dedim. Sizlar yopishadi deyapsizlar. Mana yopishmaydi desam yana meni yengasizlar, ha? Yopishmaydi bu. Yopishmaydi. Ko'rdinglarmi? Sizlardan ham yaxshi bilaman Minecraft'ni. Sizlarni kallanglarga qoyilman. Mana. Ana.
Bo'ldi mana. Texnologiya deydi-yu. Bo'ldi ana, endi mana daraxtni buzib tashlasak ham bo'ladi. Va bitta screenshot qilamiz. Shotga qo'yganmiz. Endi ikkinchi etajda qilamiz. Va bu yerda ham screenshot qilamiz. Bo'ldi. Tush. Endi eshik ochib qo'yamiz. Yana oxiriga kelib yana qatyapti. Nega anchadan beri men neger daraxti anaqasini ishlatyapman o'zim. Neger daraxt ishlatyapman, neger. Va endi uyimiz ham tax bo'ldi. Xo'sh, endi tashqaridan bitta screenshot qilamiz. Kechqurun screenshot qilaylik, kechqurun. Tush noch. Va mana, pastiga qolib ketibdi. Oldu. Xo'sh do'stlar, video shu yerda tugaydi. Ya'ni biz uyimizni qurib bo'ldik. Like, obuna bosish esdan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar.